Nima bo'pti? Nima tarqatyapsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Turishingiz nechi pul? Nima deganingiz turishingiz nechi pul? Lukingiz nechi pul? G'alati bo'larkan erkak kishini lukini nechi pul desa. Hop, nima tarqatyapsiz bo'pti? Biza podpiska tashlaganlarga qopda tarqatamiz tekinga. Menga beringlar. Mana. Hop, nechi pul endi turishingiz? Yo'q, men hech kimga bo'lmayman podpiska. Bu podarka. Hop, nechi pul? Bilmayman narxini. Bilmaysiz? Hop, shumizchi? Shim Daniels shim narxini ham bilmayman. Bilmas ekansiz, hech narsani biladigan darsingiz bormi? Primerni narxini ayting. $200 bo'lsa kerak. Hop, oyoq kiyimingizchi? Padmas qilibsiz? Da, u Baldini oyoq kiyim. $400 shunaqa edi adashmasam. Ayvachingiz nechi pul? Ultra. Ultra. Ikkisi. Bu ham podarka kelgan. Buni ham bilmaysiz. Akam podarka qilgan. Ray-Ban taqyapsizmi? Da, Ray-Banni o'zim olganman. Syomka qilmayapsizmi shu qilib? Syomka ketyapti lekin. Qani bering chipta. Qani. Bu endi menga. Nech pul bu hop? Bu $600 olganman buni. Yo'q. Mani podpiskalarimga nima sovg'a berasiz? Mana bu bolaga kopto berayotgan ekansiz-ku. Qopto beramiz siz xohlasangiz. Ya, endi mani podpiskalarimga sal seriozniroq narsa bermasangiz bo'lmaydi. Qimmatroqdan ayting endi. Podpiskalaringizga qimmatroq narsa beramiz. Nima hop? Bego'y doroshka beramiz. Hop, sharti qanaqa Sizga qilyapsiz? obuna bo'lish kerak. Kommentariyada o'sha do'stini belgilab ketsa bo'ldi. Hop, buni belgilaganini biz qayerdan aniqlaymiz? Bermay ketsangizchi. Mayli, qaysi kunga 1-noyabrga to'g'rilaymiz. Ikkalamiz ko'rishamiz, o'tiramiz. Billa primoy qilamiz. Mani guvohligimda mani podpiskalarimga Bego'yi berasiz. Da, kommentariy orqali belgilab olamiz. Olibmi? Bo'ldi. Demak, o'rtoqlar, narxi primerno 2-3 millionlik begovoy doroshkani yutib olish xohlasa, tezda podpiska tashlab, kommentariyada o'rtoqlaringizni belgilanglar o'rtoqlar. Okani turishlarini baribir o'zim hisoblamadim. Achki menga o'tib ketdi, ko'rib turganinglar bo'yicha. O'zingizlar hisoblab qoldiringlar, nech pul bo'ldi okani turishlari. Kameralarimizga tushib qolish xohlasangiz, albatta podpiska bosing. Rahmat.